yurish musulmonlarning qo'li g'olib kelyapti. 3000 ta askarga 700 ta askar. Alloh taolo bularga nusrat beryapti. Qarang endi bular g'olib bo'layotgan paytda ular qimmatbaho narsalari bilan jangga kelgan maqtanish. Ular haligilarda tashab qotishyapti-da. Mana bu tog'da turganlar nima dedi? Biz ham g'animatlarga shunaqa narsalarga sherik bo'laylik, biz ham olaylik. Biz ham jangda shuhga qo'shilaylik dedi. Ular tog'dan tushyapti, ichlarida birlar aytayapti, "Voy, tushmanglar. Janobi Rasululloh bu yerda aslo tark etmanglar" deb aytdi, desa ham ular nafslarining gapiga kirdi tushdi. Oqibatda nima bo'ldi? U yoqda turgan Xolid ibn Valid fursatdan foydalanib qo'shinini musulmonlar ustiga tortdi. Musulmonlar sarosimada qoldi, ikkita qo'shinning o'rtasida. Bu yoqda kofirlar, bu yoqda yana kofirlar otliq lashkari bilan kelib qo'sima musulmonlar ustiga tashadi. Musulmonlarning ustiga endi mag'lubiyat keldi. Juda qattiq mag'lubiyat keldi. Hattoki payg'ambar alayhisolamni o'ldi degan xabar tarqaldi. Qachon mag'lubiyat keldi bilasizlarmi? Bir dona payg'ambar alayhisolamning sunnatini tark qilishodi bular. Musulmonning ustiga balo keldi-da. Biling, bir farzandingizda baxti bo'lmayotgan bo'lsa, oilangizda tinchlik bo'lmayotgan bo'lsa, rizqingizda baraka bo'lmayib turgan bo'lsa, Janob Rasulullohning bitta sunnatiga beparvosiz. Rasulullohning sunnatiga beparvosiz. Mana shundan kelib chiqadigan ishlar hammasi. Ishlarimiz yurishmayapti. Nimadadir to'siq bo'lyapti. Biz sunnatga beparvoligimizdan bo'lib chiqadi. Mana shunaqangi qasqatqich urushlar bo'lib turibdi. Mana shu paytda payg'ambar alayhisolamni o'ldi degan xabar tarqaldi. Endi bir ayol mana shu tarafdan qo'liga hatto Madinaga yetib bordi bu xabar. Onalarimiz, Fatima onalarimizgacha yugurib kelishdi.